Assalomu alaykum. Qishloqdoshlar, yaxshimisizlar? Sog' salomatmisizlar? Hammalaringizga kun muborak bo'lsin. Mana bugun yana qishloqimizda yana bir yangilik bo'ldi. Endi bu yangilikni tushuntirishdan oldin manzillarni aniq va nuqta verguli bilan tashlab o'tib ketaylik. Ana jondorimizga ketish yo'lda ana shu lazzatdan burilgandan keyin Qarako'ldan kelib o'tirgan payt ana valakani magazinlarning yonida. Ana Suhrob ukamiz, Sanat ukamiz ikkovlarini ham toniysizlar. Elektrik ana shu Ro'zg'ora yangi imoratlarga elektrik ishlarini qilaman deganlar, masalan, o'zi ham qilib beradi. Xo'sh, o'zlaringiz yaxshi bilasizlar. Ana hozir o'z xonadonidan yo'l ustidan ana shu elektr jihozlarini barchasini olib kelgan. Hozircha boricha bor. Yetarli hammasi. Sizlarga kerakli bo'lsa telefon nomerlarini aniq qo'yib chiqaman. Murojaat qilib o'zi bilan gaplashib kelib olib ketaverasizlar. Hammasi kelishilgan narxda, optim narxda. Men narxlarni ko'rib chiqdim. Ishonmasangizlar mana narxlari bilan qo'yib ko'rsataman. Mana 35 ming so'm buni so'raysizlar. Boshqa joylarda 40 ming, 45 ming so'm. Mana buni so'raysizlar 50, 55 ming so'm, 40 ming so'mdan qo'yilgan. Kelib rayon narxidan ham arzon, optim. Kelib savdo qilib, ko'rib olib ketaverasizlar. Pirvadalari hamma narsasi bor. Manzil aniq. Kelaverasizlar.